Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida O'zbekistonning an'anaviy me'moriy keramikasini qayta tiklashning dolzarb masalalari mavzusida xalqaro ilmiy amaliy seminar bo'lib o'tdi. Seminarda xalqaro olimlar, restavratorlar, keramika ustalari va mutaxassislari ishtirok etib, O'zbekistonning betakror madaniy merosining ajralmas qismi bo'lgan shaffof arxitektura keramikasini saqlash, qayta ishlash va restavratsiya qilish bo'yicha eng dolzarb muammolar muhokama qilindi. Shuningdek, xorijiy davlatlar olimlari va professorlari hamda universitetning yosh olimlari tomonidan ma'ruzalar qilinib, ishtirokchilarga o'z ishlanmalarini namoyish qilishdi. Ilmiy amaliy xalqaro seminarning maqsadi koshinpazlik san'atini tiklash, imkon qadar uni katta pog'onalarga ko'tarish va ilmiy amaliy tadqiqotlar asosida uni tarixiyligini tiklash degan maqsadda. Biz fikr almashib, qandaydir kelajakka tavsiyalarni ishlab chiqaramiz. Har bitta bizni so'zga chiquvchilarning materiallari o'sha ilmiy amaliy seminarni materiallar bo'lib chop etiladi. Bundan tashqari, respublikamizning Buxoro, Toshkent va boshqa viloyatlardan kelgan koshinkor ustalar, restavratorlar tomonidan keramikaga ishlov berish va uni uzoq muddat saqlab qolish bo'yicha taklif va mulohazalar bildirib o'tildi. Ipak yo'li turizm va madaniy meros xalqaro universitetida o'tkazilayotgan mazkur seminar universitetga, balki universitet huzuridagi tadqiqot institutiga juda katta yutuq hisoblanadi. Seminar davomida ko'ryapmizki, nafaqat O'zbekiston, balki chet ellik soha mutaxassislari o'zini fikrlarini bildirib, keramika sohasini, restavratsiya sohasini rivojlantirish bo'yicha o'zini takliflarini o'rtaga tashlamoqda. Bundan tashqari, men o'zim xitoylik bo'lganim uchun O'zbekiston va Xitoy o'rtasidagi keramika sohasi bo'yicha hamkorlikni muhokama qilmoqdamiz. Mazkur seminar o'ziga yarasha katta natijalarni beradi va O'zbekistonda madaniy merosni saqlash va keramika sohasida katta qadamlar tashlanadi. Seminardan ko'zlangan maqsad O'zbekistonning an'anaviy arxitektura keramikasining tarixiy, badiiy va texnologik xususiyatlarini o'rganish, shuningdek uni tiklash usullarini mahalliy an'anaviy ustalar va dunyo tajribasiga asoslanib ishlab chiqishdir. Ishtirokchilarning zamonaviy va an'anaviy restavratsiya texnologiyalarini muhokama qilishi yo'qolgan elementlarni yuqori darajada tiklash imkoniyatini yaratadi. Shuningdek, tiklangan keramika bezaklarini uzoq muddat saqlash va asl holini tiklash uchun materiallar va usullarni tanlash bo'yicha tavsiyalar ishlab chiqish rejalashtirilgan.